So'xlik vatandoshlarimiz azaldan bog'dorchilik bilan shug'ullanib keladi. Mahalliy aholining bog'larida asosan olma, o'rik, nok kabi turli xil mevalar yetishtiriladi. So'nggi yillarda So'xda yetishtirilgan olmalar mamlakatimiz bozorlarida keng tanilib, o'zining yuqori sifat va shirin ta'mi bilan xaridorlarni o'ziga jalb etmoqda. So'xda eng shirin va sifatli olmalar Qizilqiyoq mahallasida yetishtiriladi. Bu yerning aholisi azaldan bog'dorchilik bilan shug'ullanib kelgan. Ma'lumotlarga qaraganda So'x tumanidan bir yilda 15 ming tonna olma yurtimiz bozorlariga yetkazib beriladi. Mazkur bog'ni barpo etgan mahalliy bog'bon Madyorbek Mamasharipov bugungi kunda o'z bog'idan olinayotgan hosil orqali barqaror va farovon hayot kechirmoqda. Uning ta'kidlashicha, yerga sidqidildan mehnat qilgan inson albatta munosib daromad va natijaga erishadi. Uning bog'ida yetishtirgan olxo'ri hamda sifatli olmalar Qozog'iston va Rossiya davlatlariga eksport qilinadi. Meni bog'imda 3 gektar yer bo'lsa, bundan olma 3 tur xili bor. Stakanchik, krepson, 5 yulduz, o'rik, qora olxo'rilar bor. Ular hammasi 300 ta mana qora olxo'ri bor. Olmalar hammasi shu mehnatdan bo'ladi. Hozir endi mana shu qora olxo'ri hozir juda yaxshi bu yil hosil berdi. Mana hozir buni olib borib Rishtonda quritamiz, sushilkada quritib uni Rossiyaga eksport qilamiz, xudo xolasa. Madyorbek Mamasharipov kabi tashabbuskor va fidoyi bog'bonlarni qo'llab-quvvatlash, ularning faoliyatini kengaytirish, serhosil bog'lar tashkil etish hamda quyoshli adir yerlardan samarali foydalangan holda intensiv bog'dorchilikni rivojlantirish maqsadida Eron Islom Respublikasidan qishloq xo'jaligi sohasidagi yetakchi mutaxassislar hamda ilmiy xodimlar jalb etilgan. Ayni paytda mazkur mutaxassislar tomonidan hududda o'rganish ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, amaliy tavsiyalar va ilmiy asoslangan yechimlar ishlab chiqilmoqda. خداوند یک قسمتی از بهشت را به شما hediye dadi است. Xudo O'zbekiston xalqiga go'yoki jannatdan bir parchani baxsh etgan. Men butun Markaziy Osiyo bo'ylab sayohat qildim. Turli hududlarni o'rgandim, mavjud imkoniyatlarni sinab ko'rdim. Lekin So'xdek go'zal, tabiiy sharoiti boy va barokatli hududni uchratmadim. Xudo So'x xalqiga eng zo'r tuproqni, musaffo havoni va sof suvni ato etgan. Bu zaminda serhosil bog'lar barpo etish, sifatli va eksportbop mevalar yetishtirish uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Ishonch bilan ayta olaman, dunyoda bunday sifatli mevalar topish mushkul. Biz endi daraxtlarning yangi navlarini ekish, zamonaviy bog'lar yaratish ustida ishlashimiz kerak. Ishoning, agar shunday mevalarni Amerika yoki Yevropa bozorlariga eksport qilsangiz, ular bu mahsulotlarni albatta qo'llab-quvvatlaydi va xarid qiladi. Tumandagi tog' etaklarida bog' barpo etish, tuman iqlim sharoitiga mos serhosil mevali daraxtlar yetishtirish, shuningdek, har bir ko'chat va daraxtni to'g'ri parvarishlash bo'yicha mahalliy bog'bonlar Eron Islom Respublikasidan tashrif buyurgan sohaning yetakchi olim va mutaxassislaridan zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldilar. Eronlik olimlar tomonidan So'x tumanidagi Qayroq mavzesida asosan nok, olma va olxo'ri bog'larni barpo etish, shuningdek, tog' etaklarida xaridorgir navlardan biri bo'lgan Guli Muhammadiy gulini parvarishlash maqsadga muvofiq ekani tavsiya etildi.